Ota-onangiz ismingizni bilib qo'yishgan ekanda. Hamma joyda jasursiz-da. Kerak, ana nima g'isht zavodiga men, u yoqqa atsa men, bu yoqqa atsa men deydi-yu. Siz hozir qo'shiq kuylashingizga emas, raqsingizga mag'lub bo'lgan Munisa Rizayeva o'rnidan turdi-da. Opamlarga. Sizga katta rahmat kelganingiz uchun. Bizni kayfiyatimizni ko'tardingiz. Shou uchun kattakon rahmat deymiz, lekin afsuski biz sizni keyingi bosqichga o'tkaza olmaymiz. Rostdan shunaqami? Ha. Siz chiqib o'zingiz bitta aytib ko'ring-chi. Men ashulachi emasman-ku. Siz baho qo'yapsiz, juri bo'lib o'tiribsiz-ku. Men endi qo'shiqchi emasman-ku men. Men qo'shiq aytib, to'rttaq yo'q. Unda siz qo'ymang, bular xo'p deyishyapti. Yo'q, puli yo'q deyapti. Sizlar ham yo'dasizlar. Hammamiz. Voy, opam. O'zim omadimni sinab ko'rdim. Yutqizganimdan hech afsus emasman. Yutqizdimmi? Siz hech qachon yutqazmaysiz. Biz cho'kkanimizda g'alaba qozonayotgan bo'lamiz. Albatta. Молодец. Jasur. Salomat bo'ling, rahmat. Rahmat ishtiroki uchun, omad tilaymiz sizga. Boylama